Ko'kcha mozor orqasidagi mahalla, orientirovkani yaxshilab tushuntiraman. To'g'ri Ko'kcha masjiddan kevurish, bu yoq ko'chamiz Qo'sh Galanteriyadan kevurish, to'g'riga aloqa tushib ketasizlar, bitta keyin ko'cha Tinchlik ko'chaga tushib ketasizlar. Mana shu 1-2 sotuvga tushgan, narxi juda ham ideal bo'lgan, kottejimiz sotilyapti. Novostroykadan ancha yaxshi bo'lgan narsa. Bu mahallani biladiganlar yaxshi biladi. Mashina qo'yishga joy, ikkita, uchta mashina bemalol ketadi. Muammo yo'q, yashil hududi bor. Hovlisi faqatgina kichkinaroq bo'lib qolgan. Bitta maslahat beraman, uyimizda 5 ta xona ekan, oshxonani mana shu yerga qurish kerak bo'ladi, navesi bilan. Bu yog'imizda bitta zal bo'lyapti. Kirarkanimiz uzun koridor, ikkinchi qavatga chiqadigan zinamiz, podvalimiz. Podvalimiz ham kattagina, sport zal qilib qo'ysangiz bo'ladi. Sanuzel joylashgan, aksesuarlarni qo'yib yuborsa bo'ldi. Полный теплый pol, podval ham teplый pol bo'lgan. Bitta родительский spalni qilasizlar yoki oshxonani chetga ham qo'ysangiz bo'ladi. Ikkinchi qavat planirovkasi juda ham zo'r chiqqan ekan. Shunday chiqasizlar, kichkina koridorchi bo'lgan. Birinchi xonamiz. Hop, kattagina bitta sanuzel bo'lyapti. Yana bitta xona. Ko'rib turganingizdek, ikkita oyna tushgan, bittasi hovliga, bittasi katta ko'chaga qaragan. Va yana bitta kichkina детский xonamiz.